Bugungi 3-laboratoriya mavzumiz eritmalarning konsentratsiyasini aniqlash. Biz bunda 5 ta konsentratsiya haqida gaplashib oldik. Qanday? Maliyal konsentratsiya, normal konsentratsiya, filtr konsentratsiya, maliyal konsentratsiya va normal konsentratsiya. Demak, 5 xil konsentratsiya haqida gaplashib oldik. Biz birinchi tajribamiz maliyal konsentratsiya bo'yicha, demak, osh tuzi eritmasining 0,2 maliyarli eritmasini tayyorlashimiz kerak. Bizga buning uchun kerak bo'lgan jihozlar. Demak, analitik tarozi, 1 litrli kolba, idish yoki stakan, osh tuzi kristalli va uni o'lchab olish uchun kerak bo'ladigan boshqa jihozlardan foydalanamiz. Demak, birinchi ishimiz demak, osh tuzi kristallini tortib olishdan boshlaymiz. Demak, bizga foydalanayotgan idishimizning o'zining og'irlik qiymati bor. Biz buni 0 holatga tarayga keltirib olamiz. Mana demak, kamerani yaqinroq kelishingiz mumkin. Tarani 0 holatga keltirib oldik. To'g'rimi? Endi bu tajribani bajaramiz. Buning uchun bizga qizlar yordam beradi. Demak, boshladik. 5 butun biz buni masala ko'rinishida yechib chiqdik va formulaga keltirganimizda bizga 5,85 gram osh tuzi eritmasi kerak bo'lar ekan. Demak, biz o'shani 5,85 gram tortib olamiz. Marhamat. Salgina ortib ketdi. Yana ozgina. Yana ozgina. Yana. 80. Bo'ldi. Demak, 5,85 gram osh tuzi kristallni tortib oldik. Biz endi bundan eritma tayyorlaymiz. Bizga buning uchun mana 1 litrli stakan idishimiz bor. Bunda mana 0,5 litr o'lchov birligida demak suvni olganmiz va biz bu osh tuzi kristallni o'sha suvga aralashtiramiz. Demak, buni sekin o'zida chayqalatib ma'lum muddatga qo'yib qo'yamiz. Videoni to'xtatib.